Bu yurt o'z bag'rida minglab kerak bo'lsa millionlab chin vatanparvar insonlarni tarbiyalaydi, katta qiladi. Assalomu alaykum. Siz Dialog loyihasining navbatdagi sonini tomosha qilyapsiz va bizning bugungi qahramonimiz, bugungi mehmonimiz Siroj Nazarmatov. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Kasb a'lochisi ko'krak nishoni bilan taqdirlandingiz. Qolaversa, Turkiyaning Bursa shahrida bo'lib o'tgan jahon chempionatida ham birinchi o'rinni qo'lga kiritib jahon chempioni bo'ldingiz. To'g'rimi? U yerdagi taassurotlar bilan bir bo'lishsangiz. Bu yerdagi taassurotlar 32 ta davlat qatnashdi. Jahon chempionati Turkiyaning Bursa shahrida bo'ldi. Taassurot umuman o'zgacha taassurotda. Oldin havas qilardim, to'g'risi. Unga chiqib taqdirlanishda O'zbekiston madhiyasini yangratishdi. Xursand bo'lgan bo'lsangiz kerak, a? Xursandchilik odam ichiga sig'maydi. 32 ta davlat turib, sizni madhiyangizni yangrasini eshitadi. Ha. O'da hissiyot bir his qilib ko'rmasangiz sezmaysizda. O'zim his ko'rishim kerak ekan. O'zi necha yildan beri qo'l jangi bilan shug'ullanasiz? Qo'l jangi sport turi bilan 2016-yildan shug'ullanaman. Ustozim Husan Ergashev 9 yil bo'ldi. 9 yil. Undan oldin sport, boks, kurash turlari bilan shug'ullanganman, muntazam. Birinchi xalqaro musobaqalarga chiqishim Belarusiyada bo'lgandi, Minsk shahrida. O'sha yerda medalimiz bor, ikkinchi o'rinni olganman. Mana shu medalmi? 3-chilar. Bu qo'l jangi bo'yichami bu ham? O'zim himoya qilish yo'nalishida Osiyo chempionatida keyin Qirg'izistonda medalim olganman, ikkinchi o'rin. Bu Qirg'izistonda bo'lgan, ikkinchi o'rin. Keyin mana bu Osiyo chempionatida sportning triatlon yo'nalishi bor, 20 kilometrlik velopoygada. Ha, triatlon bo'yicha birinchi o'rin olganman va eng yaxshi velopoygachi nominatsiyasini olganman. Keyin 2004-yil O'zbekiston chempioni bo'ldim va 2025-yil. Qaysi biri Bursada bo'lgan? Mana shunisi. Juda chiroyli ekan. Buni qo'lga kiritish ham o'ziga yarasha rosa qiyinchilik boshdan kechgan, to'g'rimi? O'ziga yarasha mehnat talab qiladi, mashaqqat talab qiladi. Aynan mana shu medal bilan taqdirlanayotganda O'zbekiston nomidan chiqayotganingizda o'sha jahon chempioni deb sizni e'lon qilishganda ko'z oldingizda kimlar o'tgan, nimalar o'tgan? Ko'z oldingizdan ota-onangiz birinchi, yaqinlaringiz o'tadi. Ha. Keyin ular bitta safda xizmat qilib borayotgan shaxsiy tarkibingiz o'tadi. Keyin ustoz murabbiylarimiz ko'z oldingizdan o'tadi. Va ichingizdan his qilasiz, ular qarab turibdi sizga. Eng kuchli raqibingiz kim bo'ldi? Qaysi mamlakat? Kuchli raqibim Qozog'istonlik raqibim bo'ldi. Har musobaqada o'shanga yutqizardim. Ha, har yili, ha? Har yili o'shanga yutqizardim. Mana bu Belarusiyada ham, Bishkekda ham saralashga chiqishda to'zib chiqib ketganman. Astanada medal ololmaganman, o'shanda ham o'shanga to'zib chiqib ketganman. U raqibim birinchi yutishim to'g'risi. Mana shu darajaga yetishib kelishingizga kimlar sababchi? Birinchi otam sportga borganlar. Keyin bu yerda rahbariyatimiz ham alohida minnatdorchilik bildiraman. Chunki bular xizmatimdan tashqari sport bilan shug'ullanishimga 2 soat vaqt qilib beradi. Ha, imkoniyat yaratib berilgan, ha? 2 soat vaqt qilib berishadi. Bormagan kunim daji urishishadi. Nima jangi sportingga bormayapsan? Ha. O'zlari borib o'tiradilar. Boya birinchi mo'minimiz bor. Olimjon Yo'ldosh, o'zlari borib o'tirib tomosha qiladilar. Bormagan kunim ustozimga aytib qo'yganlarki, bormasa menga telefon qiling. Sportga jo'natib qo'y. Bormagan kunim, nima sen ishdan ketding? Sportga deb nima sportga bormading? Nazorat kuchli. Nazorat kuchli. Bu yaxshilikka xizmat qilgan. Yaxshilikka xizmat qilgan. Bu men o'zimga ham yoqadi, ham ishda ham faxr bilan turaman. Oltin medalni qo'lga kiritgandan keyin kutib olish qanday bo'ldi? Yo'q, bu darajada kutib olishni kutmagandim. Bunday e'tibor bo'ladi deb o'ylamagandim. Alohida minnatdorchilik bildiraman. Ichki ishlar vazirligimizga, yo'l harakat xavfsizligi boshqarmamizga, mana Ichki ishlar vazirligimiz tomonidan kasb a'lochisi ko'krak nishon bilan taqdirlandim o'shanda qaytgandan keyin. Rahmat, bunchalik e'tibor beriladi o'ylamagandim. O'zim ham kutmagandim, xursand, uydagilarim xursand, ota-onam xursand. Aeroportdan chiqishim bilan shunday sovg'alar bilan kutib olishdi. Bu qanday shunday dabdaba. Bu xursand bo'ldim, kutilmagandim, juda o'zgacha bo'ladi bu alohida.
Mana yo'llarda harakat xavfsizligini ta'minlash maqsadida xizmatga chiqyapsiz, to'g'rimi? Shu chiqqaningizda ham deylik jahon chempioni, yana davlat xizmatchisi, yo'l patrul xizmati inspektorisiz. Bir fuqarolar kelib bir havas ko'zi bilan ko'rgan paytlari ham bo'ldimi? Bunday holat ko'p bo'ladi. Bir xursand bo'lasiz. O'zlari to'xtatmagan shofyorlaringiz ham to'xtab, tabriklab, ko'rishib ketishadi. Lekin to'xtatgan shofyorlaringiz ham qoida buzib to'xtatgan shofyoringiz ham tabriklaydi. Xursand bo'ldik ko'rib deydi. Ularga qoida buzarligini aytib ogohlantiraman. Keyin ko'chada o'tgan yo'lovchilar ham, tabriklayman, qaytdingizmi? Bu o'zgacha taassurotlari bu odamga yoqadi. Maktabimiz ochilganda To'garak karatega borib qatnashganman. Viloyat ochiq chempionatlarda 3-o'rin. O'rin ololmaganmiz. Shunday borib yuraverganmiz, qatnashib. Lekin qaytmagansiz. Qaytmaganman. Keyin arada futbolga qiziqqanman. Futbolda nima ko'rdim. Keyin trenerim bo'lardi. Mechel qiyshiq tepamni hech varataga to'g'ri bo'lmasdi. Faqat meni so'kardi. Varatan tiydan tepam tepaga ketardi. Yo'q, gol bo'lmasdi. Yo'q, undan o'tardi-da. Keyin futbol meni tushunmas ekan. Keyin kurashdan o'zimni sinab ko'rdim. Kurash ham yaxshi. Kurashda yurdim 5 yil, 6 yil. Keyin boksda qatnashdim. Keyin mana ustozim Husan Ergashev rahnamosida qo'l jangi sport turi bilan muntazam shug'ullanib boraman. O'zlari kuchli nazorat qilib boradilar. Ishimni ham, ishga boryapsanmi, ishdan chiqib kelyapsanmi? Formam moshinada turadi-da, ishdan chiqamanda, shunday zalga borib, ustimni almashtirib, trenirovka qilaman. Oilada necha kishisizlar? Uydagilar ham bir qo'llab-quvvatlashadimi? Balki boshqa kasb tanla degan paytlar bo'lmaydimi? Yo'q, uydagilar ham qo'llab-quvvatlashadi. Oddiy ishchi oilada tug'ilganman. Onam uy bekasi. Men oilaliman, 2 nafar qizim bor. Dadam tadbirkor, ayolim uy bekasi. Men ichki ishlar organi xodimi. Mana jahon chempionisiz. To'liq faqat sport bilan ketsangiz yaxshi emasmi? Ko'proq vaqtingiz bo'ladi. Unda vatanparvarlik qayerda qoladi? Bu vatanparvarlik borki, shu darajaga yetishgandirman. 40 gradus, 60 gradus issiqlar, qishki sovuqlarda ko'chada turamiz. Bilasiz, soatlab sizda boramiz o'chadi. Svit o'chadi chorrahalarda. Shunday yuriblar qilamiz. Hech nolimagan mana shunday xizmatimni faxrlanaman. Yozda issig'i-yu, qishki sovug'ida turishdan vatanga shunday xizmat qilayotganimni faxrlanaman. Bu toifa insonlar juda kamdan kam bo'ladi. Va maqsadimiz ham mana shudir. Mana shu kabi insonlar ko'paysin va hurmatli haydovchilar, siz esa bularni qadrlab, qadriga yetsangiz menimcha yaxshi bo'lardi. O'zingizni ehtiyot qiling, keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha omon bo'ling.